Afsuski, yana bir sevimli bokschimiz faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Misrning Giza shahrida o'tgan boks oqshomida Shahram G'iyosov WBA regular kamari uchun britaniyalik Jek Ketterallga qarshi ringga ko'tarildi. 12 raundlik jang to'liq davom etgan. Birinchi raundda Jek hamyurtimizni knockdown holatiga ham tushirib qo'ydi va yakunda hakamlarning yakdil qaroriga ko'ra Ketterall g'olib deb topildi. Shahram bunga qadar 17 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongandi. Shu tarzda Jek Ketterall yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamarini qo'lga kiritdi. Endi esa kechaning asosiy jangida Aleksandr Usyk va Rico Verhoeven o'zaro to'qnash kelishdi. WBA kamari uchun o'tkazilgan 12 raundlik jangning 11-chisida Usyk raqibini texnik nokautga uchratdi. Biroq Rico ochkolari bo'yicha juda yaqin borayotgandi. Usykka 37 yoshli kickboks afsonasi Verhoeven 9 raund davomida keskin qarshilik ko'rsata oldi va bunga qoyil qolish kerak. Usyk shu bilan 25-jangida 25-g'alabani qo'lga kiritdi. Bu g'alabaga esa u bilan treyning kamp o'tkazgan Anthony Joshua barchadan ko'ra xursand bo'ldi.